Bu test savollaridan 90% o'quvchilar o'ta olmadi. Belgilardan qaysi biri piyodalar o'tish joyiga yaqinlashuvini bildiradi? Qaysi belgi kirish taqiqlanganini bildiradi? Belgilardan qaysi biri chapga burilishni taqiqlaydi? Qaysi belgi barcha cheklovlar oxirini bildiradi? Qaysi belgi to'xtab turish taqiqlanishini bildiradi? Qaysi belgi tik nishoblik deyiladi? Qaysi belgi shlagbaumsiz temir yo'l kesishmasiga yaqinlashuvni bildiradi? O'z javobingizni kommentariyada yozib qoldiring va bizni onlayn prava kurslarimizga qo'shilib birinchi urinishdayoq prava olmoqchi bo'lsangiz kommentariyada plus qoldiring.